İslamda oq tanlik bilan qora tanlikning, ajam bilan arabning hech qanday farqi yo'q ekanligiga, farqning faqat Alloh taoladan qo'rqishda, ya'ni taqvodorlikda ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Tavhid uchun, iymon uchun to'lagan har qanday zulm, har qanday badalning mukofoti mana shunday o'ylab boqmagan darajada buyuk bo'ladi. Ey Bilal, men sening jannatdagi oyoq tevishingning ovozini angladim. Biz bugün Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dünya turup onun cennetteki ayak tevişini anlayan, cennet onunla taqazza boğan, şehadet kelimesini İslam'da tunca qatım jaranlatkan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın muazzini Hazreti Bilal'la tunuşup çıkamiz. Hazreti Bilal asli İpopiya'dan küçüp gelgen qartelli qul bulup, Ümeyye İbni Halab degen müşrikning qol astida edi. Ümeyye İbni Halab bolsa, İslamga nait öçmenlik qiladigan, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nait haqoratlaydigan müşriklarning katvaşlarının birisi edi. Ümeyye İbni Halab'ning Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve İslam haqida qilgan gaplari Bilalning quliqiga kirib qoladi. Yangi chiqqan bu payg'ambarning Umayya ibn Halabga o'xshash zolimlarning qo'rqitganligi, andishiga sag'anligi Hazreti Bilalning ho'ligi bo'lgan tashnalik bilan kesishdi, ya'ni uchrashdi. Bu sababdan Hazreti Bilalda İslamga bo'lgan va yangi chiqqan bu payg'ambarga bo'lgan qiziqish kundan kunga ko'paydi. Bu xil zolimlarni qo'rqitgan bo'lsa, buningda cho'qim bir haqiqat bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Hazreti Bilal bu istak kelgandan keyin buningdan islom haqida to'xtamay so'raydi. Oxiri islom haqida to'liq tushunchaga ega bo'ladi va islomning o'zini hurlikka erishtiradigan, shundaqla insonning ruhiyatini erkinlikka erishtiradigan din ekanligini tunib bitadi. Va payg'ambarimiz Muhammed Aleyhisselam bilan maxfiy kurashib, payg'ambarimiz Muhammed Aleyhisselamga iymon etdi. O davrda bir qo'lning xo'jayining diniga qarshi holda xo'jayining ruhsiz iymon etishi hech kim jur'at qilib boqmagan ish edi. Umayya ibn Halab Hazreti Bilalning musulmon bo'lganligini anglab qoladi va Hazreti Bilalni tutib achiqib, naydi pijg'im issiqda bog'laydi, qiynaydi. Lekin Hazreti Bilal ahad deb Allohni yakki bilishda, ya'ni Allohni yolg'iz bilishda mustahkam turadi. Umayya ibn Halab Hazreti Bilalni texmi qattiq qiynash uchun nayt qattiq pijg'im issiqda uni shig'il tashlarning ustida yotqizib, ustiga Qur'on tashlarini elib nayt qattiq qiynaydi. Hazreti Bilal shuncha qattiq qiynalgan bo'lsa-mu, ahad Alloh bir, Allohning hech qanday shirki yo'q deb o'zining xo'jayining e'tiqodiga qarshi jang e'lon qiladi. Tavhidda Allohga bo'lgan shak shubhasiz iymonda mustahkam turadi. Umayya ibn Halab Hazreti Bilalni bir qancha kun azoblaydi. Bilal qiyin qistaq sahabidan o'lib qolg'ili tas qiladi. Uning shu darajada qattiq qiynalganligi Hazreti Abu Bakrning quliqiga yetdi. Hazreti Abu Bakr Umayya ibn Halabning qashig'iga kelib, bu bechoraga ichan og'risi bo'lmamdi. Inson deganim mushuncha qiynamsa deydi. Umayya ibn Halab nayt hakovlik bilan agar bak ichan og'rib ketgan bo'lsa, uni setib olib azod qilmamsa deydi. Abu Bakr nechiga satsa deydi. Umayya ibn Halab 7 o'qiya oltinga sataman deydi. Bir o'qiya oltin 201 gram oltinga teng edi. Hazreti Abu Bakr bo'ladi deganicha uningga talab qilgan oltinni berib Hazreti Bilalni setib oladi. Va Hazreti Bilalni setib olgandan keyin uni azod qilib o'tadi. Umayya ibn Halab yaramas qulni ajab qimmat pulga setib oldim deydi. Bu gapni anglagan Hazreti Abu Bakr Alloh bilan qasamki, agar sen Bilalga buningdan 100 hassa ortiq baho qo'ygan bo'lsangmi, men uni setib olatdim deydi. Umayya ibn Halab Bilalning jismiga qarab uni ajab qimmat setib oldim degan edi. Hazreti Abu Bakr bo'lsa, uning badanini emas, uning pok e'tiqodini va tavhidini azod qilgan edi. Umayya ibn Halab bo'lsa, buni aslo tushunmaydi. Hatto Abu Bakrning dadasi Abu Quhafimi qartallik bu qulni setib olguncha, hunar biladigan, kuchliroq bir qulni setib olgan bo'lsang, uni bilan sana asqatatdi, seni qo'g'daydi emasmi deydi. Hazreti Abu Bakr bo'lsa, bir tijoratchi edi. Haqiqiy tijoratchi edi. Aqlli tijoratchi edi. Dunyodagi vaqtlik foyda emas, abadiy hayotdagi savobni ko'zlagan, u savobiga hech qanday dunyo manfaati aralashtirmagan, savobini saq salomat olishni ko'zlagan haqiqiy zirak, aqlli tijoratchi edi. Ya'ni Hazreti Bilalni setib olishda faqat va faqat Alloh roziliqini ko'zlagan edi. Hazreti Abu Bakr Bilalni setib olishda faqat va faqat Alloh roziliqini ko'zlaganlik uchun Alloh taolo Hazreti Bilalga boshqa sahobalar erishelmagan martabalarni bergan edi. Hazreti Bilal azod qilingandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yenidan ayrilmay, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ta'lim oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qilganda, u Madinaga hijrat qiladi va tunji masjid bo'lgan Quba masjidini bino qilishda nayt aktivchilik bilan qatnashadi. Madinada islomda azon yo'l qo'yiladi. Sahobalar azon to'lashdan iborat bu sharafga kimning erishganligi haqida nayt taqozosi taq bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Qum ya Bilal, ezzin, ey Bilal, o'rningdan tur, azon o'qi" deydi. Ya'ni Hazreti Bilal islom tarixida tunji bo'lib shahodat kalimasini osmonda yangratgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tunji muazzini bo'ladi. Shundaqla payg'ambar masjidida, ya'ni Madinadagi haramda tunji bo'lib Allohning shahodatini jaranlatadi. Bu nima degan sharaf? Agar islomda irqchilik qarshi boshqa hadislar bo'lmagan taqdirdami, Efiopiyadan ko'chib kelgan, ya'ni Habasistondan ko'chib kelgan qartallikka islomdagi tunji muazzinlikdan iborat bu sharafning berilishi irqchilik qarshi yetarli edi.
İslamda oq tanlik bilan qora tanlikning, ajam bilan arabning hech qanday farqi yo'q ekanligiga, farqning faqat Alloh taoladan qo'rqishda, ya'ni taqvodorlikda ekanligiga yetarlik dalil bo'la oladi. Shuningdan boshlab Hazreti Bilal payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muazzini bo'ladi. Hazreti Bilal iymonda nihoyat sodiq rasul bo'lib, maxfiy ibodatlari nihoyat ko'p edi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazreti Bilalni chaqirib kelib, "Ey Bilal, sen qanday ibodatlarni qilyapsan? Men sening jannatdagi oyoq tevishingning ovozini angladim" dedi. Hazreti Bilal, "Ey Rasululloh, men ko'p ibodat qilmadim. Men faqat har qatim azan o'qigandan keyin 2 rakat namoz o'qishni o'zimga odat qildim" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mana o'sha sababdan dedi. Ya'ni Bilalning xususiy maxfiy holda qilgan bu ibadeti, ya'ni bu 2 rakat namozi jannatda uning oyoq tevishining ovozining payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga anlishiga sabab bo'lgan. Hazreti Bilal o'zining muazzin bo'lishi bilan kupoyinib qolmasdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ilib borgan jihatlarning hammasiga qatnashdi. Badr urushiga qatnashdi. Badr urushida uningga Makkada nihoyat ig'ir zulmlarni saqlagan xo'jayini Umayya ibn Xalafni Abdurrahman ibn Avf asriga oladi va uni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishga ilib berish uchun ilib mangdi. Hazreti Bilal Iroqdan Umayya ibn Xalafni Abdurrahman ibn Avfning asriga olganligini ko'rib, uning qishiga nihoyat tez suratda keladi. Abdurrahman ibn Avf to'xta, men uni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishiga ilib mangdim, qilich urma deb to'sib oladi. Hazreti Bilal, "Yo'q, ey ansarlar, mana bu yerda mushriklarning katta beshi, uni o'ltiraylik" deb ansarlarni yordamga chaqirdi. Ansarlar har tarafdan yordamga keladi. Hazreti Bilal iymon etganlik uchun o'ziga nihoyat ig'ir zulmlarni saqlagan xo'jayini Umayya ibn Xalafga qilich urib, uni jandan judo qiladi. Hazreti Bilalning iymoni uni shundoq bir jasorat keltirganki, xo'jayini uning bo'yniga arg'amchi silib, kichik bolalarga tutqizib qo'ysa, uning qarshilik bildirolmaydigan darajadagi ruhiy qulluqdan xo'jayining bo'yniga qilich ura oladigan jasorat keltirgan edi. Iymon bizning qalbimizga haqiqiy shaklda o'rlashgan vaqtida mana shundoq bizga zulm qilgan zolimlarga qilich ura oladigan jasorat keltiradi. Bizning zolimdan haddidan ziyoda qo'rqishimiz, uni yengilib bo'lmaydi deb umidsizlanishimiz, hatto tushlarimiz qadar bizning kirib ketishi bizning iymonimizning naqadar ojizligini bildiradi. Hazreti Bilal mana shundoq jasorat jaronliq ovozi va qo'rqmaslik bilan islom yo'liga o'zini ataydi. Rasululloh elib borgan jihatlarning birisidan qolib qolmay hammasiga qatnashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uningdagi fidokorlik, uningdagi islom xizmatiga o'zini atash ruhiga qarab, jannat uchtuli kishiga taqazzo bo'lib ketdi, ishtiyoq bo'lib ketdi deydi. U uchtuli kishining birisi bo'lsa Hazreti Bilal deydi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Hazreti Bilalni jannat bilan bishorat berganligi edi. Hazreti Bilal, "Endi mening jannatim hal bo'ldi, jannat oshqusini qo'limga oldim" deb aslo xotirjam bo'lmadi. Jannat bilan ana shundoq bishorat berilgan bo'lsa-mu, xuddi jahannam keynidan qo'g'ilgandek yaxshiliklarning hammasiga o'zini atadi. Kuchi yetgan yaxshilikning birisidan qolib qolmadi. Shuning uchun ularga jannatdan bishorat berilgan. Buni qarg'an vaqtimizda o'zimizni ansirishimiz kerak. Oqibatimizdan qo'rqishimiz kerak. Bizga jannatdan bishorat berildimi? Bizga jannat taqazzo bo'ldimi? Bizni jannatga akirgudek qaysi amalimiz bor? O'qigan namozimizmi? Bergan zakotimizmi? Azroq islom haqida qilib qo'ygan gap so'zlarimizmi? Hazreti Bilalmi namoz o'qiydi, haj qilgan, umr qilgan, shundoq turib yana qanoat qilmagan. Jannatning eng yuqorisi kerak. Men degan bir inson xatoligim bor, Allohning azobidan qutulay deb butun vujudi bilan, vaqti bilan, hamma iqtidori bilan islom yo'lida kurash qildi. Hargizmi qanoat qilib qolmadi. Endi o'zimizdan bir so'rab boqaylik. O'lgandan keyin Allohning oldiga borgan vaqtimizda, "Ey Alloh, sening yo'lingda mao ishni qildim" deganda qaysi amalimiz bor? "Sening yo'lingda ma ishdan voz kechdim, faloni ishni deb mundaq musibatlarga uchirdim, sening yo'lingda bu jafolarni tatdim" deganda qaysi ishimiz bor? Allohning yo'lida burnimiz qanab boqdimi? Alloh yo'lida qurbonlik berish, Alloh yo'lida birayimiz qanash emas, Alloh yo'lida Alloh chekilgan ishlarimizdan, harom savdolarimizdan, tijoratdagi yolg'onlarimizdan, kishilarning haqqini elib olib uni bermasligimizdan, ya'ni nurg'unlagan xatoliklarimizni yanamayotimiz. Ya'ni mushundoq turib qaysi jannat kirishni orzu qilamiz, qaysi jannat kirishni tamoq qilamiz, nimaga asosan oxiratimizdan, o'lgandan keyingi hayotimizni xotirjam yuraymiz. Hammamiz o'lib ketamiz, balkim bir soatdan keyin, balkim bir kundan keyin, balkim bir oydan keyin. Ammo shu aniqki 50 yildan keyin men va siz bu dunyoda bo'lmasligimiz mumkin. 100 yildan keyin shu jazmiyat bilan aniqki buni anglagan va men bu yer sharida yo'q. Cho'qim o'lib ketamiz. O'limdan qaytish yo'q. Bunda bo'lgan ekan. Nima uchun mushu dunyoda mengu yashaydigandek yashaymiz? Mushu dunyo uchun yaratilgandeklar, mushu dunyo uchun butun kuchimizni sarf qilib yashaymiz. Butun aqlimizni, butun zehnimizni, butun kuchimizni nima uchun faqat mushu dunyoga sarf qilamiz? Ko'zimizni ochaylik, aqlimizga kelaylik, hushimizni topaylik. Bu hayot imtihon hayoti. Bu umr bizga vaqtlik berilgan umr. Biz shuncha tirishib umrimizning hammani islom yo'liga atagan taqdirdami, bu imtihonni aron beralaymiz. Agar hayotimizni, umrimizni behuda ishlarga sarf qilsak, bu imtihondagi oqibatimiz nihoyat xatarli bo'ladi. Qaysi birimiz hozir menga o'lim kelsa men tayyor deyalaymiz? O'limni xushallik bilan kutalaymiz? Hech qaysimiz. Hatto menmi? Nima ish qo'rqimiz? Alloh bilan ko'rishimiz-ku.
Ölüp ketken anamız bilen, ölüp ketken dadamız bilen, ölüp ketken bir tuqqanlarımız bilan ko'rishimiz go. Nimadan qo'rqamiz? Chunki o'lgandan keyin imtihon qog'ozi qo'limizga tutqiziladi. O'zimizning nima ish qilganligini bilamiz. Ya'ni hammamiz o'zimizdan qo'rqamiz. Bunda bir yo'q yaşamayli. Faqat hayvallah atinin bulashni o'ylamayla, bugunni o'ylab, yeb ichishni o'ylab yashaydi. Ammo aql sahibi, tafakkur sahibi bo'lgan inson unda yashamaslik kerak. Savol so'rash kerak. Boshqalarni o'lib ketyotadi. Men bu shunga o'xshash o'lib ketaman. O'lgandan keyin nega boraman? Allohga azigidek nima ishim bor? Qiyomatda taroziga tushgudek nima ishim bor? Hammamiz o'zimizdan bir so'raylik. Hijratning 8-yili Makka fathi qilindi. Tunji qatim Ka'b Baytulloh musulmonlarning qo'liga o'tadi. Ya'ni Ibrohim alayhissalomdan keyin Ka'b Baytullohda tunji qatim tavhid sadosi yangraydi. Bu qatim Ka'baga yamishib chiqib, Ka'baning ustida tavhid sadosini yangratishga kim tanlanadi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, ya'ni Hazrat Bilalga, "Ya Bilal, azzin, ey Bilal, azan to'la" deydi. Hazreti Bilal Ka'baning yupqiga yamishib Ka'b Baytullohning ustiga chiqib va Ibrohim alayhissalomdan keyin tunji qatim Ka'b Baytullohning ustida tavhid kalimasini yangritish sharafiga erishdi. Hazreti Bilal toki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topguncha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan ayrilmay, uningdan ta'lim oladi. U elib bo'lgan urushlarning hammasiga qatnashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning vafoti Hazreti Bilalga nihoyat og'ir keldi. Chunki Hazreti Bilal Makka Madinaga nisbatan ko'chman edi. Habasistondan ko'chib kelgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazreti Bilalga hem aka, hem ata, hem o'qituvchi bo'lib nihoyat cho'ng yer yo'lak edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan ayrilish Hazreti Bilalga cho'ng qanatidan, cho'ng yer yo'lakidan ayrilgandek nihoyat og'ir keldi. Sahobalar uning qirindishidek muomala qilsa-mu, xuddi Makka Madinada hech narsa yo'qdek, haqiqiy musofirdek his qiladi. Hazreti Bilal payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning jasadiga qarab yig'lab ketdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dafn qilinishdan ilgari namoz vaqti keldi. Hazreti Bilal azan o'qish uchun Madina haramining ustiga chiqib azan to'laydi. Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad degan Muhammad alayhissalomning ismiga kelgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lgan sevgi og'ir tutib, Muhammad alayhissalomning so'zi uning bo'g'izidan o'tolmay azonni davomlashtirolmaydi. Hazreti Bilal o'zi kelib olgandan keyin yana qayta azan to'laydi. Yana o'xshashlar ashhadu anna Muhammad degan kelgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lgan sevgi va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning vafoti esiga kelib oxirini tushirolmaydi. Hazreti Bilal takrar sinagan bo'lsa-mu, bo'g'iziga qattiq bir narsa turib qolgandek azonni oxiriga tushirolmaydi. Uning ko'z yosh qilishi bilan, uning yig'ilishi bilan sahobalarning hammasining ichida yig'izarlik qaynab ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dafn qilindi. Rasulullohsiz, Muhammad alayhissalomsiz Madina uning burunqidek güzel ko'rinmaydi. Rasulullahsiz hayot Hazreti Bilalga ma'nisiz bilinadi. Hazreti Bilal Rasululloh bilan birga mangan Madina ko'chlarida Rasulullahsiz mengishga jur'at qilolmaydi, sabr qilolmaydi, Rasulullahsiz mengishga bardoshlik berolmaydi. Madinaning nega qarasa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni aslatib, u ich og'riq azobida nihoyat qattiq judab ketadi. U oxiri bo'lolmay Hazreti Abu Bakrning qishig'iga berib, "Ey Abu Bakr, men ruxsat qilsam, men Sham diyoriga berib musulmonlar qo'shiniga qo'shilsam, urush qilib shahid bo'lsam, Rasulullohning qishig'iga kessam" deydi. Hazreti Abu Bakr, "Ey Bilal, men sana bunga yo'l qo'ymayman. Sen Rasulullohning omonati, sen bizga lozim, sen bizga muazzillik qilib bermasang bo'lmaydi" deb turadi. Hazreti Bilal, "Ey Abu Bakr, agar sen meni o'zing uchun azod qilgan bo'lsang, meni nada qo'ysang shu yerda turay. Agar sen meni Alloh uchun azod qilgan bo'lsang, mening erkinligimni bo'g'ma. Men nega boray desam, meni bog'liq qo'y" deydi. Hazreti Abu Bakrga Bilaldan oila shuncha og'ir kelsa-mu, Hazreti Bilal Abu Bakrning nihoyat inchki yerdan tushgan edi. Ya'ni Abu Bakr amal ibodatda sof qilishni birinchi o'ringa qo'yadi. Hazreti Abu Bakr, "Ey Bilal, men seni Alloh uchun azod qildim. Xalqqa yeringga bor" deydi. Shunda qilib Hazreti Bilal Sham taraf qarab yo'lga chiqdi va shu yerdagi musulmonlar qo'shiniga qo'shilib Alloh yo'lida jihadga qatnashdi. Bir qancha oy o'tdi. Bir kuni Hazreti Bilal tushida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'rdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazreti Bilalga, "Ey Bilal, meni namanchi yo'qlab kelmaysa, nimanchi tashlab etsa" deydi. Hazreti Bilal shundan uyg'onib tushib ketdi va shu vaqtning o'zida tayyorlanib Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Bir qancha kun yo'l yurib Madinaga yetib keldi. Madinaga kelish bilan Madina aholisi Hazreti Bilalni xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qaytib kelgandek nihoyat dag'dug'liq qarshi oldi. Chunki uning qaragan kishi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni esiga oladi. Chunki u payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muazzini edi. Sahobalar uning atrofiga o'lishib, Madinaning ichi bozor qaynab aylanib ketdi. Bu vaqtda Hazreti Abu Bakr vafot topib, Hazreti Umar xalifa edi. Hazreti Umar, "Ey Bilal, sen bizga azan o'qib bergin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davrida o'qigan azanini bizga o'qib bergin" deydi. Hazreti Bilal Madina haramining ustiga chiqib, ya'ni Masjid-i Nabaviyning ustiga chiqib azan to'lashga boshlaydi.
Hazreti Bilal'ın azini xuddi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın devrini eslatadi. Sahabalar Hazreti Bilal'ın ovozini anglagandan keyin go'yo Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qaytib kelgandek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan birga yashagan kunlarni esiga elishib, ho'kirab, yig'lashib ketadi. Hazreti Bilal o'zini tutolmay yig'lab ketadi. Madina ichida yig'izlar bo'lib ketadi. Hazreti Bilal Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın qabrisini ziyorat qilib, onunğa salam qilib, sahabalar bilan ko'rishgandan keyin yana Shamga qaytadi. O Shamga qaytgandan keyin uzun o'tmay Amr ibn As boshlig'idagi musulmonlar qo'shini Qudusni, ya'ni Masjidul Aqsoni ozod qiladi. Hazreti Ömer Mescid-i Aqsa'nı öz gözü bilen görüş için, şundaqla Mescid-i Aqsa'nın işikini öz qolu bilen eşiş için Medine'den Mescid-i Aqsa'ga baradi. Hazreti Ömer Mescid-i Aqsa'ga bargandan keyin Mescid-i Aqsa'da tunjulab azanni Hazreti Bilal'a o'qib berish uchun Hazreti Bilal'a chaqirdi. Hazreti Bilal Qudusga yetib keldi. Hazreti Bilal Hazreti Ömer'ning talabi bilan Mescid-i Aqsa'ning munarining ustiga chiqib azan to'lashga boshlaydi. Shuncha zulm, shuncha qiyin qisaqlarga uchrasimi, tavhidida mustahkam turib, ahad degan bu shahodat kelimasini Makka osmonida yanatgan Bilal buning mukofoti uchun Madinadagi haramdimi, ya'ni Masjid-i Nabaviydami tunjulib shahodat kelimasini, ya'ni azonni jaranglatdi. Makka fathi bo'lgan vaqtidami tunjulib azonni, ya'ni shahodat kelimasini Makka osmonida jaranglatdi. Masjid-i Aqsa'dami tunjulib azan to'lash sharifiga erishib, Qudus osmonida tavhidni, ya'ni shahodat kelimasini jaranglatdi. Ya'ni Hazreti Bilal tavhidda mustahkam turganligining mukofotini ana shundaq ulug' uch joyda tavhidni jaranglatish orqali olgan edi. Bu nima degan cho'ng mukofot, nima degan cho'ng sharaf. Tavhid uchun, iymon uchun to'lagan har qanday zulm, har qanday badalning mukofoti mana shundaq o'ylab boqmagan darajada buyuk bo'ladi. Hazreti Bilal tavhidda mustahkam turganligidan iborat bu jafosining mukofotini ana shundaq 3 muqaddas shaharda tavhid kelimasini jaranglatish orqali elib bo'lgandan keyin, ma'lum muddat o'tgandan keyin uning ajal yiqilishidi. Dunyo tarixidagi eng cho'ng muazzin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning muazzini, islom tarixida tunji shahodat kelimasini jaranglatgan Hazreti Bilal xo'jish oldida turibdi. Ayoli uning nihoyat ich og'ritib yig'lashga boshlaydi. Hazreti Bilal nima deb yig'laysa, yig'lama, gadan naltaqil ahibba man ata. Suyumli qadrdan kishilar bilan ko'rishima, Rasululloh bilan ko'rishima, Hazreti Abu Bakr bilan ko'rishima deb o'limga taslim bo'ladi. Alloh taolo o'zining elchisining muazziniga rahmat qilsin. Alloh taolo bizga tavhidida mustahkam tura oladigan Hazreti Bilalga o'xshash iymon ato qilsin. Alloh taolo bizga Hazreti Bilalga o'xshash savobga to'ymaydigan bu xil tirishchanlik, bu xil fidokorlikni ato qilsin. Garchi biz dunyoda Hazreti Bilalning azan ovozini anglayan bo'lsak, Allah Taala bizni jannatda Hazreti Bilal'ning azan ovozini anglashga muyassar qilsin. Sahabilar izidin chaqnagan izzat nuri o'tgan siqin idin haq islomning tulquli boshagimiz kafirga shiddat bilan aqsili Hamza Xalid Musabdak shir yurak o'g'lonlari